Xayrli tong qadrdonlar. Menga juda ko'p minglab shunaqa iltimoslar keladi. Doktor Faxriddin, bir kuningiz qanaqa o'tadi, shuni ko'rsating deb. Ertalab turaman 05:50 da har kuni ertalab turamizda. Keyin qanimada yuz qo'lni yuvib, xudo xolasa, keyin tayyorgarlik ko'ramiz. Mana bu yerga kelganda, xudo Yulduz, qalay? Keyin ertalabda kofe bergan Yulduz. Ertalab обязательно bir piyola kofe ichib olish kerak, chunki baribir odam bo'shashib turadi ertalab. Shu keyin trenirovka qilamiz. Velotrenijerda ertalab, chunki odam bering kofeni. Velotrenijerda qanaqa trenirovka qilaman, nimalarga e'tibor beraman, ular haqida keyin gaplashamiz. Kuningiz xayrli o'tsin. Mana kofelar ichib oldik. Endi yaxshi nastreniyada bu keyingi podyezdda yana bitta shunaqa kvartira olingan mehmonlar uchun. Shu bitta xonasini sportzalcha qilib qo'yganmiz. Chunki zalimiz Tashkent City'dagi zal ochiladi 7 da. Men unda uspit qilmay qolaman ishga. Shuning uchun ertalabdan xudo xolasa 6:30 dan trenirovkani boshlaymiz. Yulduz kulkamni olib bergin. Keyingi podyezga o'tib olish uchun hozir qish, havo salqin, shuning kulka kiyib o'tgan yaxshi. Erta boramiz, keyin Yulduz ham bilan birga har kuni ertalab 1 soatgina trenirovka qilamiz. Og'aylar bugun havo zo'r, xudo xolasa. Keyingi podyezga o'tamiz. Erta shu boshqa bitta uy olib qo'yganmiz mehmonlar uchun. O'sha joyda o'ta ham juda chiroyli uy. Lekin bitta xonasini sportzal qilib qo'yibman. Xohlagan paytda trenirovka qilamiz, lekin trenirovkani ertalab qilgan ma'qul. Mana shu terlaydigan, silovoy, tez haydaydiganlarni ertalab qilgan ma'qul. Kechqurun yurgan ma'qul deb o'ylayman. Hamma uxlab yotdi. Bugun salgina syomka bo'lganligi uchun yarim soat kech boshladik atak. Har doim 6:30 dan trenirovka boshlayman. Здесь отдельная квартирка. Здесь kechirasizlar. Ruscha gapirib yuboribman. Xuddi rus tilini zo'r biladiganga o'xshab. Bu alohida kvartira. Xudo xolasa bittasi Hasanga, Husanga deb olib qo'yibmiz. Mana bu yerda ham kvartiramizni maqtanib qo'yasizlarga. Mana bu yerda ham alohida kvartira qilingan. Bu yerda ham mehmonlar kelsa, spalnisi bor, boshqasi bor. Bu yerda ham shunaqa xonalar ko'p. Udobni bo'lishi uchun hattoki mana shu oshxonalarda ham bu yertasi hammasi haligi qilingan. Nima deydi? Udobni. Mana bu yerda qaraganda shunday Tashkent City'ni parki ko'rinib turadi. Hayotda go'zal. Kecha qonlar tushgan edi, shunaqa. Mana bu zalda sport zal qilib qo'yibmiz. Mana bu yerda mana velotrenijer, texnojemniki juda ham yaxshi. Endi boshladik. Zerikib qolmaslik uchun telefonga boshqa narsalarga qaramayman men. Faqat o'sha nima deydi? Bu yerda mana shu yerda hamma narsani ko'rsatadi. Mana shunaqangi velotrenijer, begovaya doroshka, mana shunga o'xshagan narsalarni ertalab qilgan ma'qul, chunki ertalab o'rnidan turganda organizm shu narsaga tayyor bo'ladi. Chunki bizlarda ishimiz ko'p, ertalabdan kechgacha ishda bo'lamiz, juda ham katta nagruska berishga vaqtim bo'lmaydi. Ovqatlarimizning ichida aligilar bo'lmaydi. Tuz juda kam solamiz yoki solmaymiz ko'pincha. Agar tuzli ovqat yesam, oqshomdan suv ichib chiqqan bo'lardim-da. Bundan ham ko'p shish bo'lardi. Mana hozir yuzimda shishlar ketishni boshlaydi hozir. Shunaqa mazza qilyapman. Qarang bu tellashlarni. Mana shu tello. Qarang, mana shu suv bu. Bu foyda bu. Mana bunaqangi qilamiz. 30 sekunddan 1 minutgacha. Mazza. Suvga xuddi suvgacha spetsiya qilamiz. Shuning uchun обязательно mana mashni ko'p qilaman men. Mana bu narsani qilish kerak обязательно. Kamerachi ham hayron, birinchi marta ko'rishdilar. Boks. Hozir mendan baxtli odam yo'q. O'zi ertalabdan bir yaxshi foydalanish qildi. Endi bitta dushchani qilamiz, ishga ketamiz. Qadrdonlar, ertalab shu iloji bo'lsa bitta olma, ozgina banan bo'lsa endi yaxshi bo'ladi. Pomidor, обязательно har ehtimolga qarshi mana uyimizda qancha kun bo'ldi mana shu nonimiz borligi. Qora non, bu tandirda pishirilgan. Mabodo havasingiz kelsa, mana shundan bir-birda yeyish mumkindir. Mabodo havasingiz kelsa, lekin iloji boricha uni ham yemaslik kerak. Mana shu qora non bu, mana kepaklik, yengil, kaloriyasi kam. Mabodo havas keladi-ku, odam non yegisi keladi. Shunda ozgina mumkindir. Keling, ana.
Bugun Yulduz bilan doim biz birga trenirovka qilamiz. Endi bugun endi syomочный gruppa bo'lgani uchun Yulduz uyda boshqa ishlarni qildi. Endi buni qanday yeyman, bunday yeymanmi? Qani qoshiq. Bitta gap bor. Ertalabki ovqatni o'zing ye, dushmaningnikini ham olib ye deydi. Obetdagi ovqatni, tushlikni yarmini ye deydi. Kechki ovqatni deydi, dushmaningga berib yubor degan gap bor. Shu to'g'ri deydi. Lekin bu gaplar o'zimcha o'ylayman, bu mif. 20 yillik, 30 yillik tajribadan bilamanki, organizmga kirib kelgan kaloriya hisobli og'aynilar. O ertalab naborat mana, iloj boricha mana shu yeyman, shu bilan qornim to'yadimi? Bo'ldi, oshqozonimga shu majburlab boshqasi yemayman. Rahmat. Mana hurmatli do'stlar, sekin endi ishga yo'l oldik. Yo'limiz 20 minutlik yo'l. Toshkentda oxirgi paytda probkalar juda ko'payib qoldi. Toshkent katta shahar bo'lib ketdi. Toshkent shahar, конечно, O'rta Osiyoda eng katta shahar hozir. Toshkentda propiska bo'yicha 3 milliondan ortiq aholi bor, propiskasiz 2 million bo'lsa, deyarli 5 million bo'lmasdan 4,5 million aholi yashaydi. Shuning uchun mashinalar Toshkentda o'zida propiskasi bor odamlarda 600 mingta mashina bor. Propiskasiz kelganlar ko'pchilik taksichi bo'lib kelgan viloyatlardan. Shuning uchun Toshkentda o'zimcha o'ylayman 1 millionta mashina harakatda bo'ladi. Shuning uchun probkalar juda ham ko'p. Endi sekin biz ham chet ellarga borganimizda Istanbulda ham, Moskvada ham, Almatada ham, Bishkekda chiqib qaysi shaharda bo'lsa, Kiyevda bo'lamizmi, Odessada, Lvovda bo'lamizmi, Sankt-Peterburg hamma joyda biz probkalar ko'rardik-da. Hozir endi o'zimizda shunaqa probkalar, shunaqa ko'p. Lekin Londonda bitta narsani bildim, qancha sentrga yaqinlashaversa, hamma joyda minglab kameralar bor. Qancha sentrga yaqinlashaversa, mashinalar navaq to'laveradi. Shuning uchun iloji bo'lsa, ko'plar sentrga boradigan bo'lsa, metroda borishga harakat qiladi, piyoda borishga harakat qiladi. Chunki navaq katta, shu narsaga o'rganilgan. Shuning uchun Londonda ichlarida ham biz probka ko'rmadik. Shu markazida biz turdik. Big Ben degan o'sha katta minora degan haligida turdik. Oldida turdik. Marriott degan mehmonxona ekan, eng Londonda nomer 1 mehmonxonasi ekan. Keyin biz bilibmiz. Nima uncha qimmat desam. Hasan Husan, Yulduz hammamiz borganimizda shunda biz e'tibor berdik. Shaharda markazda ham probkalar o'sha haligilar yo'q, kam. Chunki keyin so'rasam, qancha markazga yaqinlashaversa, o'sha aylana o'sha qimmat bo'lib ketaverar ekan mashinalar. Ana, klinikaga ham kelib oldik. 20 minutlik yo'l. Probka bo'lsa ko'proq bo'lib qoladi. Klinikamiz territoriyasi ham kichkina emas. No, eng asosiy bitta yaxshi narsa Toshkentda problemalardan bittasi stoyanka yo'qligi. Bizda klinikamizda stoyanka ko'p. Bemalol 40 ta 50 ta mashinaga joy bor. Navoiyda Fomit klinika qilganimizda, Fomit, FO, Faxriddin Obloqulov, FO. Fomit, klinika estetическая, klinika estetik xirurgiya. Mana ishga kiramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, 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 qalaysizlar, hormaysizlar. Yaxshimisiz? Как самочувствие? Хорошо. O, yaxshimisizlar, yaxshimisizlar. Qalay? Yaxshimi? Bugun yechamizmi, Xudo xolasa? Qani? O, yaxshi. Aytib ketib qoldi. Yaxshi. Bitta kabinetini maqtab qo'yaymi sizlarga? Bu kabinetim. Mana bu yerda mana patsientlarni ko'rsatish uchun bu. Mana bu yerda fon. Mana bu yerda rasmlar, patsientlarim. Hasan Husan rasmi 11-sinfda hali Amerikaga o'qishga kirishi noma'lum bo'lgan paytida tushgan rasmlar. Endi bu haligilarim nima deydi? Har xil suvenirlar, bu ichlari ham to'lib ketgan. Suvenir ko'p, biron xil muzey ochaman shekilli, lekin sertifikatlar shunaqa. Mana bu yerda ona ordenlarimiz bor. Mana. Masalan, o'sha payt sen o'rtoqlaringga qilganman-ku. Bilasanmi, shular hammasidan so'ra hammaniki yaxshi. Qilamizda bir travma olganmi yo bu organizmdanmi mana shu ozgina qiyshayishni ko'ryapti. Haqiqiy yevropeyskiy bron qilib beraman. Sal buni ko'tarib, garminkani sal tushiraman-da, sal ko'tarib uzunroq sal qilaman-da. Reaksiyadan Xudo xolasa, kishilarning galadani bo'lmaydi, kechqurun og'zini ochib yotmaydi, xurrak otmaydi. Shunaqangi kuch paydo bo'ladi. 3 soat trenirovka qilsam chiqib ketishda bir yana bir shtangani 2 marta ko'tarib keyin chiqib ketadi. Дорогие друзья, через 12 дней наших пациентов получилось вот такой. Голова не болит, да? Нет, не Вот, видишь, уже кислородного голодания не будет. Спасибо за доверие, давай обнимаю. Мой сынок. Дело это от души. Для меня разницы нету. Если вы мне даете $100,
или 10 тысяч долларов. Это разницы нету. Врач об этом не думает. Во время операции врач не думает об этом. Любой врач, не только я. И, друзья, через месяц после сложнейшей операции зайчий губа, самое главное, он ровный. Раньше был немножко искривленный, был немножко опущен был вниз. Профиль получился тоже очень красиво. Пожалуйста, очень красивый профиль получился. Поздравляем, доча моя. Спасибо. Она из Таджикистана, она моя дочка такая красивая. Hozir ertalab kecha qilgan pasientlarimizni operatsiya qilganimiz obxod qilamiz. Qani ahvoli qanday ekan? Kamol, yaxshimisan? Все нормально? Вам не скучно в Ташкенте? Все нормально? Красота требует жертва, поэтому немножко первые 10 дней вам трудно будет, потом я уверен 100%, вы потом все забудете. Да, покажи. Это мы не в ресторане, это больница, клиника, поэтому это ваша естественная красота. Дорогая моя, как самочувствие? Лучше уже. Лучше, да? Уже, да? Не, настроение хорошее, потому что Я она уже видит. вижу, что хорошо, потому что я просто даже уже представляю, что вы мне снимете, там будет вау. Спасибо вам большое, доктор. Вообще вам на 100% доверяла, честно. Да, hurmatli do'stlar, bugun endi operatsiya qilyapmiz. Og'irroq operatsiya ekan, qovurg'alarni olib bo'ldi. Endi men rinoplastikani boshlayman. Qolmanglar. Qaraysizlar. Bugun biz doktor Faxriddinni bir kunida qilyapmiz. Shuning uchun sizlarga ham ko'rsataveramiz. Charchamayapsizlarmi? Mana assistentlarim Akrom Alisherovich, Kamronjon, mana bular mana hozir qovurg'alarni olib bo'ldi, birinda ochib turadi. Endi bu yog'ini biz davom ettiramiz. Endi birinda operatsiyadan qo'rqishlaring mumkin, YouTube'da o'chirib qo'yishi mumkin, shuning uchun ularni ko'rsatilmaymiz. Bu hamma narsa hech narsa qilmayman. Yaxshi kunlarida, to'ylarida birga bo'laylik. Dildora, to'ylarga ayting menki, yaxshi to'y yana beraman sizga. Xo'pmi? Aytaman. Oiladayu. Mana shu odamning qovurg'asi, mana qo'rqib ketmanglar tag'in. Juda yuvelirni ish ketadi bu yerda. Koreyada qilingan. Kasb bo'ladi, shu ertalab charchab ishga boradi. Ko'plarda voy, bugun ham ishman, charchadim, shanba yakshanba qachon bo'lar ekan. Ishonasizmi, va bizda ham komandamizda ham hech kimda unaqa narsa yo'q. Chunki hamma xohlab ishga keladi. Shu ishchilarim bilan ham shu o'zimda yaqin jonlarimdek gaplashamanda. Shuning uchun qaysi meni ukam, radnoy ukam kim? O'zim ham esdan chiqib qoladi. Akromlarni ham shu radnoydek qabul. Bitta oilamizda uyimizga boradi. Desam bilmasam deydi, lekin borsa-borku bir o'zi birlagan deb qo'yadi. Ana Kamron degani bor. Ne, spasiba deydi, birlagan osh yeb indamay chiqib ketadi. Yana ketishda qolgani bor, bitta koshashaga solib bering deydi. Endi keling qani. Hozir biz ishdan keldik, bitta rolik qilishga to'g'ri keldi, charchaganmiz. Lekin borku, charchasak ham mana shu o'zimiz o'zbek milliy kiyimlarimizni kiysak, kayfiyatimiz ko'tarib ketdi. 50 dan oshgandan keyin borku, shu milliylik tortar ekan, o'zbek qoni tortishni boshlar ekan. Ayollarimiz qara chiroyli tilla qoshlar, atlas ko'ylaklar, shunaqangi materiallari priятныйki, shunchalik ayollarga chiroyli ko'rinadi. Erkaklarga ham yarashadi, milliy kiyim baribir yaxshi-da. Shuning uchun milliyligimizni yo'qotmaylik. Agar shunday yursak, erta bolalarimiz, nabira chevaralarimiz ham borku, shunaqa kiyimni kiyishga harakat qiladi. To'ylar muborak bo'lsin. To'ylar muborak. Здесь волосы нормальные? Или надо спрятать? О, ana. Hurmatli do'stlar, bugun bitta rolik olayotgandik, aytmoqchimanki, 50 yoshdan oshgandan keyin milliyligimiz hech qachon yo'qolmasin, ayollar. Xudo baxtli bo'lsin. Allohu akbar. O'zalar og'izlarni yopib, og'izni ochib, endi bu yerda qancha bo'lsa yeymiz degan gapni yo'qotdilar. Hozir meva-cheva, ozgina sho'rva, mana qizlarim xizmatda. Mana Xo'sh, bugun iftorlik dadamlarnikida. Biz shu paytda shu topasini gaplashib o'tiramiz. Uyda kimdir qolish kerak-ku. G'iybatda olamiz. İftorliklarda har xil somsa, yana har xil ovqatlar beradi, boshqa sho'rva ustiga osh, boshqa. Shu ko'p ovqatlanmas kerak. Shu oshqozon o'zi kichkina bo'lib, 30 kunning ichida borku, 2 barobarga oshqozon kichkina bo'lishini o'rganadi. Bu ham nonni qarang, bo'lingani shuncha katta, ko'rasiz. Salat
salatichi dada, salatini Ha. aytdik ko'mishki. Ha. O'zim yopganman mana dada. Sam aytganday mana Kamol rosa maqtovdi Instagramga qo'yib. Buni oti goli deyiladi-da. Buni o'zbekcha aytish kerak emas, goli qolaversin. Tarjimasi yalang'och degani. Yalang'och yeymizmi? Men hammadan chiroyli, hech ham chiroyli emas. Haqiqat? Men shunaqa chiroyli tug'ilganman men. Ko'zlari qisqa. Bu mana xuddi men Osiyo qanaqa? Men xuddi mana shu Osiyo edi. Uncha katta suyak, voy bu. Robert Bustaga. Shu hurmatli do'stlar, yoshligimizda qizlarimga, o'g'illarimga mana shunday noncha bilan mana shunday qilib shunday solib berardim. Deydi. Mana endi aytadi dada, xuddi shunaqa qilib bering dema. Endi katta bo'lgandan keyin o'zlari yoqib qoldi. Qara. Shu gapni o'zingiz aytardingiz. Hali eslaysizlar. Eslaysizlar. Bering deysizlar. Mana qizim, qana ke. Asalim meni. Kamola yoshligida ham katta beraydim, hozir ham. Asal qizim, aynan. Dunyodagi eng shirin buterbrod. Hali maktab yoshidagi o'quvchilar, qizlarim, nevaralarim, o'g'illarim, dadang ayang sizlarga qaymoq qilib bersa, mana shunday go'shtni nonga solib bersa borku, rahmat deb yuringlar. Keyin qadrlaringga, qadriga borasizlar. Hammaga yoqimli ishtaha. Boshimizdan o'tgan aytganni qilaveringlar. O'sha ta'mda. Ha, Sebzotni ta'mi kelyapti. Vkus детства deydi-ku. yoshlikda ta'mi. Faqat sal yog'liroq qilib berardingiz u paytda semirsin degansiz. Ha. Hozir endi dietetska, bitta Kamolaga farqi, barcha yeysan-ku shuni. Dada, siz sababsiz semirishimga yog'layapsiz. Endi hozir non yeyman, kechqurun ovqat yeyman. Butun dunyo bo'yicha sho'rvaga nonni bitta O'zbekistonda botirib yesa kerak. Nonni alohida quruq yeb, qoshiq bilan ichadi. Qanday ichadi? Bugun endi Samarqanddan non ketdi. Bir-birdagina yeymiz. 100 grammi 400 kaloriya beradi. Demak, bugun Toshkent City'ni kamida 5 marta. Yo'q, dadam bizlarga o'xshamadi. Yo, ayniqsa dadam anaqa Chunki deydi-ku. dadam bitta. Yo, dadam anaqa deydi-ku. Rosa charchadim. Bugun kuni bo'yi ishladim. Rosa charchadim. Bitta yurib kelay deydi. Men ingliz. Hello, how are you? My name is Kamala. I don't know. I don't know English. Bolalarni iftorlikda qildik, qizlarim, nevaralar bilan endi bizlar 1 soat aylanamiz. Har kuni 1 soat 5,5-6 kilometr tezlikda yuramiz. Tez yuramiz, chunki modda almashinuv tezlashadi. Ham kechqurun mana soat 9-10 dan keyin Toshkentda havosi ancha yaxshilanadi, chunki boshqa paytda mashinalar ko'p. Yulduz, bilinadi birdan. Bilinadi. Добро пожаловать. Endi Toshkent City'da nimasi yaxshi? Spetsialni hamma joyda ligilari bor. Birinchi uchrashuvlarda ishlaymiz, ha Yulduz. Yomon bu meni qiynaganda. Rozi bo'lish qiyin bo'lgan. Men bo'ldi desam, Yulduz bu yomonda o'zi 5 ta tuqqanda bolalarim 5 ta tuqsin deb. Nevarlarimiz Katta qilish kerak. Hasan Husanlarimiz Amerikada sog'inamiz, to'g'risi. Hamma ota-ona farzandni sog'inadi. Endi Hasan Husanning o'zi xos xarakteri bor, sog'intiradigan xarakter. Hozir mana bizlarda kech bo'ldi. Ularda ertalab bo'ldi. Onalar ham qizlarni shunaqa deydimi? Mendan zo'r bo'lsin deb. Конечно. Ularni baxtini ko'rsak, biz baxtlimiz. Qarang qanday go'zal Toshkent City, qaranglar. Voy bu hamma tomoni chiroyli. Mana bu yerda bulvard deyiladi. Mana bu tomonda mana etajli uylar. Shu Dubaylarda ko'p chet ellarga borganmiz. 10-15 ta mamlakatga. Shu Fransiyada bo'lganimizda ham, Shveysariyada ham, Italiyada, ayniqsa Londonda etajli uylar ko'p. Mana shu Toshkent City'ni bir kuruk aylansak, o'sha qanchadir kilometr, 1,5 kilometrmi? Shunaqa og'aylar. Doktor Faxriddinning bir kuni deb shuni aytildi. Juda ko'p iltimoslar tushdi. Qanday, nima choy ichasiz? Ertalab trenirovka qilasizmi? Kechqurun qanday qilasiz? Yulduzxon bilan munosabatlaringiz, farzandlar bilan degan savollar ko'p bo'lganiga shunga mobilografim Robert Anatoliylar olaylik dedi. Ha, bo'pti dedik. Harakat qilaman 11 da yotishda, lekin hech unaqa bo'lmagan Yulduz. Hech ham bo'lmagan. Yana hamma savollarga o'zingiz javob berishingiz kerak. Kechqurun 12 dan Ertalab turib, keyin trenirovkaga ketishingiz kerak. Bir kunda o'rtacha 6 soat. Program qilmaysiz. 6 soat kam. Lekin undan ko'proq 8 soat uxlash kerak iloji bo'lsa. Chunki kechqurun 1 soat, 1,5 soat. Bo'lsa direktga savollar ko'p keladi. Facebookga, Telegramga, WhatsAppga, Instagramga, shular hammasiga shaxsan o'zim javob berib chiqaman. O'zlari rozi bo'lib, hech qanaqa gif qilmayman, reklama qilmayman. O'zlari rozi bo'lib, o'zlari podpisatsiya qiladi. Shuning ichida juda ko'p do'stlarim bor. Shunga bunaqa roliklar qo'yinglar, bunaqa deb ko'p aytadi. Endi maqtanganday bo'lib qolmasin deb sal kamaytirsam, yo biz do'stlaringizmiz, podpischilar.
e'tibor bering, bironta postingiz tagida negativ yozilmaydi, chunki hammasi sizda hurmat qiladigan, sizda do'stlaringiz, shuning uchun sizda podpiskada. Mayli, og'aylar sog' bo'linglar, kunlaringiz yaxshi o'tsin. Biz Yulduz ikkovimiz sizlarni sevamiz. Ro'zalarda charchamangizlar.